Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha adolat talab qilayotgan barcha yurtdoshlar. Bugungi gapimiz juda muhim, pensiya indeksatsiyasi. Pensiya qayta hisoblanishi, kam to'langan pullarni qaytarib olish va ayrim joylarda odamlar tushunmay qolayotgan aldov nimadan iborat ekani haqida gaplashamiz. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, buvi, bobo yoki nogironlik pensiyasi olayotgan yaqin insonimiz bor. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya oshdi deyilganda aslida nima oshadi? Kimga pul qo'shiladi? Kimga qo'shilmaydi? Nima uchun ayrimlar menga kam tushdi deydi? Qaysi holatda davlat organlaridan qayta hisob-kitob talab qilish mumkin? Qaysi holatda esa odamni aldayotgan firibgarlar tuzog'iga tushib qolish xavfi bor? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men aniq qadamlarni aytaman. Qayerga borasiz? Qanday hujjat yig'asiz? Arizada nima deb yozasiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan pensioner ko'p hollarda o'z pulidan bexabar qoladi, bilgan odam esa o'z haqini talab qila oladi. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani hammaning pensiyasi bir xil miqdorda qo'shildi degani emas. Ko'pchilik xato shuni qiladi. Yangiliklarda pensiyalar falon foizga oshirildi yoki bazaviy miqdor o'zgardi degan gapni eshitadi-da, darhol o'z hisob raqamiga qaraydi. Masalan, bir kishi 1 million 500 ming so'm olardi, u 10% oshsa 1 ming qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda unga 90 ming yoki 10 ming qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shu yerda odamda shubha paydo bo'ladi. Meni aldashyaptimi? Menga kam berishyaptimi? Ana shu savolga bugun tartib bilan javob beraman. Ilgari pensiya tayinlanganda asosiy hisob-kitob staj, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlar, ustamalar. Nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik holati kabi mezonlarga qarab chiqarilgan. Keyin har safar indeksatsiya yoki oshirish bo'lganda pensiya summasining hamma qismi bir xil oshmasligi mumkin. Ba'zan bazaviy hisoblash miqdori oshadi. Ba'zan pensiyaning eng kam miqdori oshadi. Ba'zan ayrim ustama va kompensatsiyalar o'zgaradi. Ba'zan esa faqat aniq toifadagi fuqarolarga qo'shimcha belgilanadi. Mana shu joy eng muhim nuqta. Pensiya varaqasida ko'rsatilgan umumiy summa bir nechta bo'laklardan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya bor, ustama bor, qo'shimcha to'lov bor, kompensatsiya bor, ba'zan parvarish puli bor. Ba'zan nogironlik bo'yicha alohida to'lov bor. Yangilikdagi oshirish aynan qaysi bo'lakka tegishli ekanini bilmasangiz, menga kam tushdi degan xulosalarda bo'lishi mumkin. Lekin boshqa tomoni ham bor. Ayrim holatlarda haqiqatan ham pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat staji to'liq kiritilmagan, arxiv ma'lumoti topilmagan, eski ish haqi tasdiqlanmagan, ayol kishining bola parvarishi davri inobatga olinmagan. Harbiy xizmat davri yoki zararli mehnat sharoitidagi ish davri hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Shunday holatda qayta hisoblash talab qilinganda odamga oldingi davrlar uchun kam to'langan pul qaytarilishi mumkin. Pensionerlarga pul qaytarilmoqda degan gapning asosiy mazmuni mana shu yerda. Agar sizga qonun bo'yicha ko'proq pensiya chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, lekin hujjat yetishmagani yoki xato sabab kam hisoblangan bo'lsa, qayta hisob-kitob orqali farq summasi to'lanishi mumkin. Men ko'p uchratadigan birinchi holat. Pensioner pensiyasi oshganini eshitadi, lekin karta hisobiga kelgan summa kutilgandan kam bo'ladi. Masalan, qo'lida oppa 1 million 200 ming so'm pensiya olardi. Yangilikda pensiyalar oshgani aytildi. Qo'lida oppa endi kamida 1 million 320 ming bo'ladi deb o'yladi. Lekin kartasiga 1 million 2,65 ming tushdi. U darhol 5 mingga qo'shilibdi. Qolgan pul qayerda deb o'ylaydi. Bu vaziyatda birinchi tekshiriladigan narsa oshirish foizi butun pensiya summasiga qo'llandimi yoki faqat pensiyaning ma'lum hisoblangan qismigami? Agar umumiy summada qo'shimcha ustama bo'lsa, ayrim ustamalar indeksatsiyaga tushmasligi mumkin. Shuning uchun pensioner birinchi navbatda pensiya tarkibini ko'rishi kerak. Ikkinchi holat, bir xil yoshdagi ikki odam turlicha pensiya oladi. Mahallada ikki kishi bor. Akmal aka va Karim aka. Ikkalasi ham 65 yoshda. Akmal aka 2 million 1 ming oladi, Karim aka 1 million 1 ming oladi. Karim aka nega Akmalga ko'p, menga kam deb norozilik bildiradi. Lekin Akmal akaning ish staji dartama yil. Rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan, zararli sharoitda ishlagan davri bor. Karim akaning esa rasmiy staji 22 yil. Ayrim yillari hujjat bilan tasdiqlanmagan. Bu yerda aldov bo'lmasligi mumkin. Farq hisob-kitobdan kelib chiqadi.
lekin Karim aka arxivdan eski ish joylari bo'yicha ma'lumot topib keltirsa, masalan yana 6 yil staj tasdiqlansa, uning pensiyasi qayta hisoblanib o'sishi mumkin. Agar qayta hisoblash natijasida u oldin ham ko'proq olish kerakligi aniqlansa, farq puli ham qaytarilishi mumkin. 3-holat. Ayollar staji va bola parvarishi davri juda ko'p onalar. Men uyda bola qaraganman. U davr hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Bu hamma holatda hamma to'g'ri emas. Qonunchilikda ayrim davrlar mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Masalan, Gulnora opa 3 farzandni katta qilgan, lekin pensiyaga chiqqanda faqat 18 yil ish staji kiritilgan. Keyin u eski hujjatlarni tekshirtirib, bola parvarishi davri bo'yicha hisobga olinishi mumkin bo'lgan davrlar borligini aniqlaydi. Agar bu davrlar qonuniy tartibda tasdiqlansa va pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilinsa, pensiya miqdori o'sishi mumkin. Mana shunday holatda odam meni yillar davomida aldashgan deb aytadi. Men esa ekspert sifatida shunday deyman. Har doim ham bu ataylab qilingan aldov bo'lmaydi. Ko'pincha hujjat yetishmasligi, arxiv ma'lumoti topshirilmagani yoki fuqaroga o'z huquqi tushuntirilmagani sabab bo'ladi. Lekin natija bir xil odam kam pul olgan bo'ladi. Shuning uchun tekshirish shart. 4-holat. Ishlovchi pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu yerda odamlar ko'p adashadi. Men ishlab yuribman. Demak, har oy yangi ish haqimga qarab pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblashning o'z tartibi bor. Hamma narsa avtomatik ravishda va darhol o'zgarmasligi mumkin. Ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Ijtimoiy soliq va ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Pensiya jamg'armasi bazasiga tushganmi? Bular juda muhim. Agar pensioner ishlagan yillari rasmiy ma'lumotlarda aks etmasa, keyinchalik qayta hisoblashda muammo bo'ladi. 5-holat. Nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik guruhiga tibbiy mehnat ekspertiza xulosasiga qayta ko'rik muddatiga qarab to'lov o'zgarishi mumkin. Masalan, bir kishi 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Keyin guruh muddati uzaytiriladi yoki o'zgaradi. Agar hujjatlar vaqtida tizimga kiritilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi, kamayishi yoki kechikishi mumkin. Bunday holatda odam vahima qilmasdan tibbiy xulosa shaxsni tasdiqlovchi hujjat va pensiya hujjatlari bilan murojaat qilishi kerak. Agar kechikish organlar orasidagi ma'lumot almashinuvi sabab bo'lgan bo'lsa, to'lanmay qolgan davr uchun pul qayta berilishi mumkin. Endi eng og'riqli masalaga kelamiz. Indeksatsiya haqiqatan ham ba'zi odamlar kutgan natijani bermayapti. Nega? Chunki inflyatsiya hayotdagi narxlar o'sishini bildiradi. Indeksatsiya esa pensiya tizimidagi belgilangan mexanizm bo'yicha amalga oshadi. Masalan, dori narxi 25% oshgan bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovlar oshgan bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat narxlari ham oshadi. Pensiya esa yoki 2% ga oshsa, pensioner real hayotda baribir qiynaladi. Odamlar indeksatsiya bo'ldi, hamma narsa yaxshi bo'ldi degan gapni eshitadi, lekin do'konga kirganda bu oshirish yetmayotganini ko'radi. Aldov fosh bo'ldi degan keskin iboraning ijtimoiy mazmuni ham shu raqamlarda oshish bor, lekin hayotdagi xarajatlar oldida bu oshish hamma muammoni hal qilmaydi. Lekin men sizni faqat norozilikka chaqirmayman. Men sizga tekshirishni o'rgataman, chunki 2 xil holat bor. Birinchisi, pensiya qonuniy hisoblangan, lekin baribir hayot uchun yetarli emas. Bu ijtimoiy siyosat va umumiy iqtisodiy masala. Ikkinchisi, pensiya noto'g'ri hisoblangan va sizga kam to'langan. Mana shu holatda siz aniq harakat qilib pulingizni undirishingiz mumkin. Birinchi nozik nuqta, hamma pensionerlarga qaytariladi degan gapga ishonmang. Agar kimdir sizga barcha pensionerlarga falon million so'm kompensatsiya berilmoqda, faqat pasport va karta raqamingizni yuboring desa, ehtiyot bo'ling. Davlat to'lovlari rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Hech qaysi haqiqiy davlat xodimi sizdan telefon orqali karta paroli, SMS kod, bank ilovasi kodi yoki PIN kod so'ramaydi. Agar sizga pensiya indeksatsiyasi bo'yicha pul qaytarish uchun kodni ayting deyishsa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Ikkinchi nozik nuqta, pensiya qayta hisoblanishi har doim ham o'tgan barcha yillar uchun pul qaytadi degani emas. Qonunchilikda qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llanishi, ariza berilgan sana, hujjat taqdim etilgan sana, xatolik kim tomonidan qilinganiga qarab farq bo'lishi mumkin. Masalan, siz 2015 yildagi ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatni 2025 yilda olib keldingiz. Agar u hujjat ilgari taqdim etilmagan bo'lsa, qayta hisoblash qaysi muddatdan boshlanishi alohida tartib bilan ko'riladi. Lekin agar pensiya organi siz topshirgan hujjatni noto'g'ri hisoblab xato qilgan bo'lsa,
unda farq summasi boshqacha tartibida undirilishi mumkin. Shuning uchun menga 10 yil uchun hammasini qaytarishsin deb darhol talab qilishdan oldin ishning hujjatli asosini aniqlash kerak. 3-nozik nuqta. Bank kartasiga tushgan summa bilan tayinlangan pensiya bir xil ko'rinmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, kredit bo'yicha ushlab qolish, ortiqcha to'langan pulni qaytarish kabi ushlanmalar bo'lishi mumkin. Pensioner pensiyam kamayibdi deydi. Lekin aslida pensiya miqdori kamaymagan, kartaga kelgan sof summa kamaygan bo'ladi. Shuning uchun siz faqat bank SMS'iga qarab xulosa chiqarmang. Pensiya jamg'armasidan yoki davlat xizmatlari orqali tayinlangan summa va ushlanmalar bor-yo'qligini tekshiring. 4-nozik nuqta. Arxiv hujjatlari. Sobiq zavodlar, korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan. Hujjatlari boshqa arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar ish joyim yo'q bo'lib ketgan, endi stajim isbotlanmaydi deb qo'l siltaydi. Bunday qilish kerak emas. Tuman yoki viloyat davlat arxiviga, sobiq korxonaning huquqiy vorisiga, soliq ma'lumotlariga, mehnat daftarchasiga, ish haqi vedomoslariga, buyruqlar nusxalariga murojaat qilish mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumoti pensiyani sezilarli oshirib yuboradi. Misol keltiraman. Sobir aka 1990 yildan 1997 yilgacha bir qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda bu 7 yilning faqat 3 yili hisobga kirgan. Chunki mehnat daftarchasi muhr noaniq bo'lgan. Sobir aka arxivga so'rov yuboradi. Arxivdan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari topiladi. Natijada yana 4 yil staj tasdiqlandi. Agar bu staj pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, pensiya qayta hisoblanadi. Mana shunday oddiy hujjat odamga har oy qo'shimcha 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq pul olib kelishi mumkin. Bir yilga hisoblasangiz, bu 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm degani. Pensioner uchun bu juda katta yordam. 5-nozik nuqta. Ish haqi haqida ma'lumot. Pensiya faqat stajdan emas, ayrim hollarda ish haqi ko'rsatkichlardan ham kelib chiqadi. Eski yillarda odam yaxshi maosh olgan, lekin bu ma'lumot tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Agar sizda eski ish haqi ma'lumotnomasi, hisob-kitob varaqasi, arxivdan olingan maosh vedomosi bo'lsa, uni albatta taqdim eting. Masalan, Muhabbat opa 1960 yillarda tibbiyot muassasasida ishlagan, navbatchiliklar va qo'shimcha to'lovlar olgan, lekin pensiya hisobida oddiy maosh ko'rsatilgan. Arxivdan to'liq ma'lumot topilsa, hisob boshqacha chiqishi mumkin. 6-nozik nuqta. Qonuniy indeksatsiya bilan shaxsiy qayta hisoblashni aralashtirmang. Indeksatsiya hamma yoki ma'lum toifaga tegishli umumiy oshirish. Shaxsiy qayta hisoblash esa aynan sizning hujjatingiz, stajingiz, maoshingiz yoki maqomingiz bo'yicha qilinadi. Sizning maqsadingiz ikkalasini ham tekshirish. Birinchidan, umumiy oshirish to'g'ri qo'llanganmi? Ikkinchidan, shaxsiy pensiya ishingiz to'liq va to'g'ri yuritilganmi? 7-nozik nuqta. Ijtimoiy tarmoqlardagi ro'yxatlar. Ba'zida Telegram, Facebook yoki boshqa tarmoqlarda puli qaytariladigan pensionerlar ro'yxati chiqdi degan xabarlar tarqaladi. Odamlar havolaga kiradi, telefon raqamini yozadi, karta ma'lumotlarini kiritadi. Keyin hisobidan pul yechilib ketadi. Men ochiq aytaman, bunday havolalarga kirmang. Rasmiy ma'lumot faqat rasmiy davlat organlari saytlarida, MyTogagabuz kabi davlat xizmatlari platformalarida, pensiya jamg'armasi va vakolatli tashkilotlarning rasmiy sahifalarida bo'ladi. Kimdir sizga shaxsiy chatda pul chiqarib beraman desa, avval uning kimligini, vakolatini, hujjatini tekshiring. Birinchi qadam. Oxirgi 3-6 oyda olgan pensiya summalaringizni yozib chiqing. Qog'ozga oyma-oy yozing. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun. Har oy kartaga qancha tushgani bank SMS yoki bank ilovasidan ko'ring. Agar naqd olsangiz, to'lov qoidalarini eslang yoki bankdan ma'lumot oling. Bu sizga o'zgarish bor yo'qligini ko'rishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, pensiya tarkibini so'rang. Tuman pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiyangiz qanday hisoblanganini tushuntirib berishni so'rang. Menga umumiy summa emas, tarkibi kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, ushlanma bormi, indeksatsiya qaysi qismga qo'llangan deb aniq so'rang. Oddiy nega kam deb borsangiz, sizga umumiy javob berishlari mumkin. Aniq savol bersangiz, aniq javob olish ehtimoli oshadi. 3-qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, eski ish joylarida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat hujjatlari,
ta'lim davri bo'yicha hujjatlar agar qonun bo'yicha inobatga olinadigan holat bo'lsa, bola tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, bu haqdagi hujjatlar. Ayollarda familiya o'zgargani sabab arxiv hujjati bilan pasportdagi ism mos kelmay qolishi juda ko'p uchraydi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat muhim. 4-qadam ariza yozing. Arizada oddiy, lekin aniq yozish kerak. Mening pensiyam tayinlanishi va indeksatsiya qilinishi bo'yicha hisob kitobni tekshirib berishingizni, pensiya ishimdagi staj, ish haqi va ustamalar to'liq inobatga olinmaganini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar kam hisoblangan summa aniqlansa, qayta hisoblab qonunda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Albatta ariza qabul qilinganligi haqida kirim raqami oling. Og'zaki murojaat qilib chiqib ketmang. Kirim raqami bo'lmasa, keyin men murojaat qilgandim deyish qiyin bo'ladi. 5-qadam. Javobni yozma oling. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob so'rang. Yozma javobda nima uchun qayta hisoblanmasligi, qaysi hujjat yetishmasligi, qaysi norma asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi organga, adliya organlariga, xalq qabulxonasi yoki sudga murojaat qilish imkoningiz bor. Lekin buni ham hissiyot bilan emas, hujjat bilan qiling. 6-qadam. Har qanday vositachidan ehtiyot bo'ling. Men pensiya bo'limida odam taniyman, pulingizni chiqarib beraman, oldindan falon so'm bering deganlarga ishonmang. Sizning haqingiz qonuniy bo'lsa, ariza va hujjat bilan talab qilinadi. Agar haqingiz bo'lmasa, tanish bilish bilan ham qonuniy qilib bo'lmaydi. Eng xavflisi, firibgar sizdan pul olib keyin yo'qoladi. Yoki sizning shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanib kredit, mikroqarz, bank operatsiyasi qilishi mumkin. 7-qadam. Oila a'zolari yordam bersin. Ko'p pensionerlar telefondagi ilovalarni, onlayn xizmatlarni, arxiv so'rovlarini bilmaydi. Farzandlar, nabiralar, qarindoshlar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda pensionerning roziligi bilan ish qiling. Hujjatlarni tartibli saqlang. Asl nusxalarni hech kimga berib yubormang. Agar nusxa topshirsangiz, nusxa ekanini belgilang. Asl hujjatlarni faqat rasmiy joyda ko'rsating. 8-qadam. Pensiya oshganidan keyin kommunal, kredit va boshqa ushlanmalarni ham tekshiring. Ba'zida pensionerning hisobiga pul tushadi, lekin bank avtomatik ushlab qoladi. Agar qarzdorlik bo'lsa, ijro hujjati asosida ushlanayotgan bo'lsa, siz bu haqda bilishingiz kerak. Qancha ushlanmoqda, qancha muddat, qaysi qaror asosida, bularni bankdan yoki ijro organidan yozma so'rang. 9-qadam. Agar yaqiningiz vafot etgan bo'lsa, olinmay qolgan pensiya bo'yicha ham tartibni tekshiring. Ayrim hollarda pensioner vafotidan oldin hisoblangan, lekin olinmay qolgan to'lovlar bo'lishi mumkin. Merosxo'rlar yoki qonuniy tartibdagi shaxslar tegishli hujjatlar bilan murojaat qilishi mumkin. Bu masalada ham mahalla gapiga emas, rasmiy tartibga tayaning. 10-qadam. Har yili kamida bir marta pensiya ishingizni tekshiring. Bir marta tayinlandi, endi umrbod shunday deb yuravermang. Qonun o'zgaradi, bazalar yangilanadi, arxiv hujjatlari topiladi, yangi elektron ma'lumotlar chiqadi. Ayniqsa sizda shubhali davrlar bo'lsa. Masalan, mehnat daftarchasida noaniq, ish joyi nomi o'zgargan, ish haqi ma'lumoti kiritilmagan, familiya o'zgargan, harbiy xizmat yoki bola parvarishi davri bor bo'lsa, albatta tekshirtiring. Men yana bir real hayotga yaqin misol aytaman. Dilbar opa pensiyaga chiqqanda 1.300.000 so'm olgan. U 25 yil ishlaganman deb biladi, lekin pensiya ishida 21 yil staj ko'rsatilgan. Sababi 4 yil ishlagan korxona tugatilgan. Hujjat bo'lmagan. O'g'li arxivga so'rov yuboradi. Korxonaning eski buyruqlari topiladi. Bundan tashqari Dilbar opaning familiyasi nikohdan keyin o'zgargani sabab bitta hujjat avval tan olinmagan ekan. Nikoh guvohnomasi qo'shilgach, hujjatlar mos keladi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 1.520.000 so'mga chiqadi. Farq oyiga 1.7 so'm. Bir qarashda kichikdek, lekin yiliga 2 milliondan oshadi. Agar kam to'langan davr uchun ham qaytarish asoslari bo'lsa, yana alohida summa chiqishi mumkin. Mana shuning uchun men har doim aytaman. Pensionerning hujjati bu pul demakdir. Yana bir misol, Rustam aka ishlovchi pensioner. U pensiyaga chiqqach ham 30 yil rasmiy ishlagan. Lekin ish beruvchi ma'lumotlarni to'liq topshirmagan yoki ish haqi konvertda berilgan. Rustam aka men ishladim, nega pensiyam oshmayapti deydi. Bu yerda muammo shundaki, rasmiy bazada ko'rinmagan ishni keyin isbotlash qiyin. Shuning uchun hozir ishlayotgan pensionerlarga ham aytaman,
Oyligingiz rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Mehnat shartnomangiz bo'lsin. Ish beruvchi tegishli hisobotlarni topshirsin. Bugungi rasmiy hujjat ertangi pensiya pulingiz. Bugungi gapning mohiyati shunday. Pensiya indeksatsiyasi bor. Lekin u hammaning kutganicha bir xil ishlamaydi. Pensiya oshgani haqidagi xabarni eshitib, faqat bank SMS-ga qarab xulosa chiqarmang. Pensiya tarkibini, stajni, ish haqi ma'lumotlarini, ustamalarini va ushlanmalarni tekshiring. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, arxivga murojaat qiling. Agar xato topilsa, qayta hisoblash va kam to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Eng asosiysi, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga karta parolingizni, SMS kodingizni, bank ilovasi ma'lumotlarini bermang. Pensionerlarga pul qaytarilmoqda degan gapni eshitib, notanish havolalariga kirmang. Haqiqiy pul faqat rasmiy hujjat, rasmiy ariza va rasmiy tartib orqali keladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensiya summangizni yozib chiqing. Hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Agar shubha bo'lsa, tuman pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Farzand bo'lsangiz, ota-onangizning pensiya ishini tekshirishga yordam bering. Ba'zan bir varaq arxiv ma'lumoti pensionerning hayotini yengillashtiradi. Agar sizda ham pensiyam kam hisoblangan, indeksatsiyadan keyin pulim kam tushdi, stajim to'liq kirmagan degan holat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi holat, qanday muammo bo'lganini ayting. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onangizga, mahalladagi pensionerlarga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir qonuniy pulini qaytarib olishiga sabab bo'lishi mumkin.